Aristotel qadimgi Yunoniston faylasufi koinotni abadiy va boshlanishi va yakuni yo'q deb hisoblagan, yaratgan bor degan g'oyani rad etgan. Uning modeliga ko'ra, eng avval qandaydir harakatlantiruvchi kuch koinot paydo bo'lishiga sababchi bo'lgan, keyin esa koinot bir xillikda davom etgan va materiya doimo mavjud bo'lgan. Demokrit va Epikur, atomistlar, koinot atomlardan, parchalanmaydigan zarralardan iborat deb taxmin qilishgan. U atomlar koinot boshligida abadiy suzib yuradi va yaratuvchi Xudoning koinot yaralishiga daxli yo'q deb hisoblashgan. Al-Farabiy va Ibn Sino Aristotel fikrlaridan ta'sirlangan holda va neoplatonizmga amal qilib, koinot abadiy, lekin asosiy sabab sifatida Xudoga bog'liq deb hisoblagan. Ular emanatsiya tushunchasini olga surdi. Dunyo yaratilishi vaqt tushunchasi bilan emas, balki ilohiy ilmdan, ya'ni iloh koinotni abadiy bo'lishini boshqarib turganligi uchungina mangudir. Vaqt va materiya, ularning fikriga ko'ra, boshlanish nuqtasi yo'q, lekin ularning mavjudligi yaratuvchi iloh tomonidan boshqariladi. Ular iloh dunyo mavjudligining sababi ekanligini ta'kidlashadilar, ammo vaqt tushunchasi degan ma'noda emas, balki metafizikada shunday deb bilganlar. Lekin bu fikrga qarshi islom ulamolaridan Imom Gazzoliy Tahaffut al-Falasif, faylasuflarga raddiya kitobida Al-Farabiy, Ibn Sino va boshqa faylasuflarni keskin tanqid qilgan. Gazzoliy olamning abadiyligi g'oyasini rad etib, dunyo Allohning irodasi bilan oz vaqtida yaratilganligini ta'kidlagan. U dunyoning abadiyligi yaratilishning Qur'ondagi oyatlarga zid deb hisoblagan. Masalan, sura 21:30. Roger Penrosening siklik, takrorlanib turuvchi koinot nazariyasi, Conformal Cyclic Cosmology, bu koinotning kelib chiqishi va taqdirini sikllarning, ya'ni vaqt o'tishi bilan bir koinot yo'qolib o'rniga yangisi paydo bo'lishi, cheksiz ketma-ketligi eonlar orqali tushuntirishga jiddiy qaratilingan nazariyadir. Bu yerda asosiy jihatlar: koinotning boshlanishi ham, oxiri ham yo'q, lekin bir sikldan ikkinchisiga o'tadi. Har bir sikl eon katta portlashga o'xshash jarayon bilan boshlanadi va deyarli bosh holatga eksponensial kengayish bilan koinot kattarishdan orqaga qaytish bilan tugaydi va yangidan katta portlash va koinot yana ortga qaytish bilan abadiy davom etadi. Ma xalaqnas samawati wal arda wa ma baynahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Wallazina kafaru amma unziru mu'ridun. Biz osmonlar va yerni va ular orasidagi narsalarni faqatgina haq bilan yaratdik va ma'lum muddatga ajalga qadar yaratdik. Ammo va kofir bo'lgan kishilar bo'lsa, ular bu ogohlantirilishlardan yuz o'giradilar dedi. Osmonlar va yer haq bilan yaratilgani nima degani? Uni ham o'tdik. Kim xohlasa mana Jasiya surasining 22-oyatini tafsirini eshitsin. Haq bilan yaratilinish qanaqa-yu, nohaq yaratilganda qanaqa bo'lardi? O'shani tushuntirdik o'tgan darslarda. Unga to'xtalmoqchi emasmiz. Ammo bir nuqta bu yerda yangilik. Osmonlar va yerni va ularning orasidagi narsalarni. Mana shu orasida degan joyi qo'shilyapti endi. Bu deyarli o'tmadi. Nimaga orasida? Osmon bor, yer bor. Hozir qarasak koinotga yer bilan osmon ulashib ketgan bir-biriga. Uni orasida bir bo'shliq degan narsa yo'q. Nima bor unda osmon bilan yerning orasida? Alloh aytayapti-ku, "Va ma baynahuma" deyapti. Mana shu insoniyat ko'ziga ko'rinmayotgan narsalarni Qur'on 1400 yil avval odamzodga ishora qilib qo'ygan. U bor. Seni ko'zingga ko'rinmasa ham. Va bir kun kelib o'sha narsalarni isbotlasang, bilginki, xuddi shunga o'xshab seni ko'zingga ko'rinmasa ham jannat, do'zax ham, qayta tirilish, qiyomat ham bor. Bu nima edi bizning ko'zimizga tarixda ko'rinmagan, endi ko'ringan osmon, yer o'rtasidagi narsalar? Masalan, hozir o'tiribmiz, atrofimizda bo'm-bo'shliq havodek tuyuladi. Lekin qarasak, yuzlagan, minglagan telefon to'lqinlari, radio to'lqinlar, telekanal to'lqinlari, ular tasvir, videolar, ovozlar va har xil ma'lumotlar g'ij-g'ij atrofimizda to'lib yotibdi. Birontasini biz uni borligini bilmaymiz. Ushlab ham ko'rib bo'lmaydi uni. Ovozi eshitilmaydi ham shunday qaraganda. Lekin shunday mana telefoningizni yoqasiz, o'shanga ulanadi. Demak, turibdi oldingizda, osmon bilan yerning o'rtasida degani. Osmonda ham emas u, yerda ham emas u.
Shuning uchun devorning ichida o'tiribsizmi? Yerni tagiga kirib olganmisiz? Hamma yoqda samolyotda uchib ketyapsizmi? Hamma yoqda o'sha to'lqinlar ishlayveradi. Ana shu inson ko'ziga ko'rinmagan, lekin bor narsa ekanmi mana osmon bilan yerning o'rtasidagi? Ana shunga o'xshab inson tushunishi kerakki, ertaga qiyomat ham bor, jannat, do'zax ham bor. Inson ko'ziga ko'rinmasada. Ana shunga o'xshagan narsalarga ishora xullas bu demoqchimiz. Osmon bilan yerning o'rtasidagi narsalar ham hammasini Alloh yaratgan. Shularni hammasini haq bilan yaratgan va ma'lum muddatga qadar yaratgan dedi. Ya'ni koinot ham bir kun tugaydi. O'lim faqat hayvonotlarga kelgan narsa emas. Dahriylar shu paytgacha, ya'ni faylasuflar koinot mangu deb e'tiqod qilgan. Lekin bugunga kelib astronomlar, fiziklar, astrofiziklar ular iqror bo'lyapti. Dahriylari hamki koinot mangu emas deyapti. Mayli trillion yildir, oxir bir kun tugaydi koinot. Hatto koinot maqbarasi hisoblangan qora tuynuk degan narsa bor. O'sha ham o'lar ekan bir kun. Parchalanib tugaydi ekan. Borlig'ini binosini tashkil qilgan atomlar ichidagi protonlar degan narsa bor. O'sha ham o'lar ekan hatto bir kun. U modda aslida, o'sha qanaqangi jonivor emas u. Lekin o'sha ham o'ladi, bir kun yo'qoladi, parchalanadi deyilyapti. Astrofizikada. Alloh mana shuni aytib qo'ygan, osmonmi, yermi, uni o'rtasidagi narsalarmi, hammasi haq bilan, ya'ni haqiqat uchun va ma'lum muddatga qadar yaratilgan. Ajalim musamma deyapti, ajali bor hammasi. Belgilab qo'yilgan. Faqat bu astrofiziklar bu narsa yo'qolib ketishligi imkonsizligini aytishadi. Ya'ni energiyani aylanish qonuniga binoan hech qanday bir narsa o'zidan o'zi yo'q bo'lib ketmaydi. Boshqa nimagadir aylanadi deydi. Xo'p, boshqa nimaga aylanadi degan joyda ular u yog'ini taxmin qiladi. Aytadiki, ehtimol yangidan koinot paydo bo'lar keyinchalik deydi. Yana yangidan quyoshlar, sayyoralar, yana yangidan insoniyat deydi. Ammo bizda mana shu narsaga javob bor. Qur'ondan, sunnatdan. Biz aytamizki, haqiqatdan yo'q bo'lib ketmaydi o'zidan, oxirigacha yo'qolib tamomiy. Keyin bizda ikkinchi olam boshlanadi deymiz. U ki oxirat olami boshlanadi. Hadislarda o'tdik, yer sayyorasi jannat ahliga yemish qilib beriladi. Alloh osmonlarni qismlab izati dedi. O'raydi deyildi ya'ni. Energiyaning aylanish qonuniga binoan koinot yo'qolib yo'q bo'lib ketmaydi haqiqatan. Boshqa jannat, do'zax hayotiga aylanib ketadi koinot. Ammo oxir ajali yetadi ya'ni. Ana shu Allohning so'zining ma'nosi va ajalim musamma, belgilangan ajal bilan yaratdi Alloh hamma narsani. O'sha energiya yo'qolib ketmasligi, koinot umuman yo'q bo'lib ketmasligiga dalil, boshqa narsaga aylanib ketishligiga. Biz hozir insoniyat tarzida shu koinotda bir bo'lagimizmi? Va ertaga qayta tirilamizmi? Mo'min bo'lsin, kofir bo'lsin, hammamiz qayta tirilamiz. Va keyin o'sha jannat, do'zaxga kiradimi? Hamma insonlar. Va o'sha jannat, do'zaxda boqiy qolishadimi? Mana shu dalilga qarang. Koinot jismlari oxirat olamiga ko'chyapti-da, boqiy qolyapti keyin. O'sha astrofiziklar aytayotgan narsa, ya'ni koinot bir kun yo'q bo'ladi-da, yangidan boshlanadi deyishyapti-ku. Ha, biz ham xuddi shunday deymiz. Faqat ular aytayotgandek shunchaki boshlanmaydi endi u. Oxirat dunyosi bo'lib boshlanadi, endi mangu mukofot yoki mangu jazo. Ana shu narsalar qarang. Qur'on oyatlarini qo'ying hal bu yoqqa. Koinotdan oyatmikan qayta tirilishga? Koinotdan oyat ekan mana. Men borliq oyati deyiladi. Buni mo'mindan avval mana o'sha astrofizik dahriy bo'lsa ham fan ulamolari tan olyapti. Lekin Alloh aytadiki, "Vallazina kafaru amma unziru mu'rizun." Lekin bu kofir bo'lganlar shu ogohlantirilgan narsalardan yuz o'giruvchilar. Ya'ni shuncha narsani ko'rib, bilib, yana ogohlantirishlikda ogohlanmay yuraveradi. Ularga befoyda deyapti ya'ni. Yana bu yerda buni ikki xil tushunsak bo'ladi. Birinchi tafsiri "Vallazina kafaru amma unziru mu'rizun"ni kofirlar ogohlantirilgan narsadan yuz o'giradi. Ya'ni butun koinot nizomini faqat shu kofir buzadi. Boshqa hamma narsa joy-joyida ketyapti.
Ikkinchi tafsiri kofirlar ogohlantirilgan narsalardan yuz o'giradi degani, ular na kavniy oyatlardan ibrat olmaydi. Yuqorida aytganimizdek, borliq aylanyapti. Energiyani aylanish qonuniga binoan. Bu nimaga dalil dedik? Qiyomatda ham insoniyat aylanib qayta tirilishiga dalil. Shunaqa kavniy oyatlarni bilib turib yuz o'giradi ular. Ikkinchisi shar'iy oyatlardan ham yuz o'giradi. Qur'ondan, hadisdan. Bizda oyat faqat Qur'on emas ekan, qarang. Koinotning o'zi bizga oyat ekan. Qur'ondan nimani tushunsak, ya'ni tavhid haqida, koinotga qarab ham xuddi shuni tushunsak bo'lar ekan. Koinot ham kitob. Aksincha aytsak bo'ladiki, koinotda jismlarni qarasangiz kattalari bor, kichkinalari bor, to'g'rimi? Qur'onda ham qarasangiz katta suralari bor, kichkina suralari bor. O'xshashlikni qarang. Koinotda katta jismlar unaqangi chuqur tafakkurga muhtoj emas. Shunday qarasangiz Allohning qudratini ko'rasiz. To'g'rimi? Xuddi shunday Qur'ondagi katta suralarga qarasangiz, unchalik chuqur tafakkurga ehtiyoj yo'q bo'ladi unda. Shunday qarasangiz tushunasiz katta suralarni. Endi koinotda kichkina jismlar bor, molekulalar boshqa, bakteriyalar. Ularni Allohning qudratini ularda ko'rish uchun chuqurroq tafakkurga muhtoj bo'ladi odam. Ana shunga o'xshash kichkina suralarni tushunish uchun ham odam chuqurroq tafakkurga muhtoj bo'ladi. Xullas, koinot Qur'on degani. Unga qarasangiz Qur'onni ko'rasiz. Qur'on koinot degani. Qur'onga qarasangiz koinotni ko'rasiz. Ana shu uchun ham Alloh qarang mana. Koinot haqida gapiryapti-da, osmon va yer uni o'rtasidagi narsalarni kofirlar esa ogohlantirilishdan yuz o'giradi deb ketyapti. Nima bilan ogohlantirilgan ekan ularni? Koinot deb atalgan katta bir kitob bilan ogohlantirilgan. Endi uni tushunmasang deb keyin mana Qur'on tushgan. Shar'iy oyat bular ya'ni. Ular esa buni ikkalasidan ham yuz o'girganlar. Endi shu yerda bir aqidaviy foyda yana. Inson haqni ko'rib ko'rmaslikka olib yuraverishligi johil bo'lib, uni kofirligi, mushrikligidan qutqarib qolib unga uzr bo'lmas ekan. Ko'pchilik aytadi-ku, ha, kofirlar hozir bilmaydi-da ular deydi. Bilmaydimi yoki bilmaslikni o'ziga o'zi kasb qilib yuribdimi? Shu joyga yetib borib bering. Ya'ni ular umuman islom haqida eshitmaganmi? Bugun kufr qilib yurgan bo'lsa bir odam yoki shirk qilib yurgan bo'lsa, u eshitgan. Shuncha kavniy shar'iy oyatlarni ko'rib yuribdi, lekin yuz o'girib yuribdi. Yuz o'girish insonga uzr bo'lmas ekan, uni mu'min qilmas ekan bu. Alloh aytayapti, qarang. Vallazina kafaru, kofir bo'lgan kishilar deyapti. Amma unziru mu'ridun, ogohlantirilganda yuz o'girib yuradi ular. Ta'lim olmaydi, o'qimaydi, o'rganmaydi. Mana bunaqangi johillik, jahli muktasab deyiladi. Ya'ni odam o'ziga o'zi kasb qilib yurgan johilligi. Bu unga uzr bo'lmaydi. Xuddiki aytamiz, maktabda 9 yil bir o'quvchi to'p tepib yurgan. Johilmi u? Johil. Bitiruv paytida imtihonda unga uzr bo'ladimi shu johilligi? Ha, bu endi to'p tepdi-da, endi qaydan bilsin deb imtihondan o'tkazib yuboradi buni. Ha, johil to'g'ri deydi. Lekin bu johillik o'ziga o'zi kasb qilgan johilligi uni. Bu shuncha ogohlantirish aytishlar, imtihon kelyapti deyishlar unga qayerga ketdi deyiladi. Ana shunga o'xshab hozir ham ko'cha-ko'yda kufrga botib yurgan odamlar, ha, johilda endi bu deb o'lgunicha johillikka uzr berib yurilmaydi unga. Qaysi johilga uzr berilishi mumkin? Aytaylik, bir odam o'rmonda katta bo'libdi. O'shanda ham Alloh yolg'iz degan narsani koinotga qarab bilish kerak edi u. Ammo masalan namoz nimaligini bilmagan, roza nimaligini bilmagan. Ana shu paytda unga uzr beriladi, mana shu narsalarni bilmagan endi qayerdan bilsin? Uning uchun kitob kerak bilish uchun. Alloh yolg'izligiga esa kitob ham kerak emas, uni bilish uchun. Koinot o'zi kitob deyapmiz mana. Ana shuni tafakkur qilmasa, o'sha ham uzr bo'lmaydi unga. Uzr bo'lmasligi Allohning huzuriga borganda, ya'ni uni keyin qaytadan imtihon qilinadi. Dunyoda aytyapmiz, u kofir deyiladi. Buni tafsilotini jaholat uzr bo'lish bo'lmasligini alohida darslarda gapirganmiz. Bu yerda maqsadimiz shu oyatdan mana shunga dalil chiqishligiga ishora qilib o'tmoqchimiz ya'ni. Xullas buni kufr i'roz deyiladi aqida ilmida, yuz o'girish kufr ya'ni.